Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun soatimiz 4:36. Kecha uyquga to'yib yakshanba damlarni mazaxlab oldik. Birinchi zakaz berdi, olmadik. Ishga chiqyapmiz. Xudo xolasa soatimiz 4:36. Bismillah deb boshladik. Videolarda ko'p xatolarim bor ekan. Ko'pchilik aytishdi, yozishdi kommentariylarga. Xudo xolasa o'shalarni tuzatib, bugun chiroyli video qilishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. 42da birinchi zakazimizga yetib keldik. Vodnikdan ishla boshladik. Mana bez koeffitsient, komfort zakaz tushdi. Koeffitsientlari yo'q. Hech bir bo'lishini ko'rsatadi. To'g'ri 9 ga ekan. Birinchi zakazimiz 14 ming bo'ldi. Bez koeffitsient почти 5 kilometrga bo'ldi. Keyingi zakaz tushgan, agar atmay qilishmagan bo'lsa 5 yil o'tsa o'zi 20 ming berib, o'zi 20 mingga kelardim o'g'lim deb pul berib tushib ketdilar. Keyingi zakazimiz 40 ga boramiz. Tak. Aha, Kadishva tomonga ekan. 1 soat bo'lishiga 3 minut qoldi. Mana 4:36 da biz ishni boshladik. 5:33 bo'ldi. 1 soatda hech bir pul topdik. 64 ta zakaz qildik. 1 soatda mana 11 ming, 20 ming, 15 ming, 17 ming. Jami 65 ming pul topibmiz 1 soatda. Bu yaxshimi, yomonmi? Kommentariyada izohingizni yozing. Soat boshlagan 6:43 bu soat. 6:43 bo'lgan bo'lsa, как раз biz 4:36 dami ishni boshladik. 5 ta zayfyapmiz. 6 ta buyurtmayapmiz. 6 ta zakaz qilibman mana. Ko'rinib turgan bo'lsa, ko'rinmadi hozirlar. 6 ta zakaz qilibman. Hozir liniyadan chiqib ketdim. Rohat tomon kelib qoldim yana. Hozir shu как раз mana shu vodnikdan ishni boshlagandim. Yunusoboddan rohat 53 mingga keldim. Xo'p, nima demoqchiman? 1 soatda 131 ming so'm ishlayapmiz. Yandex komissiyasidan tashqari. Agar komissiyalari bilan bo'lsa 170 ming bo'ladi. 29 ming, 30 ming Yandex olibdi, taksopark 600 so'm olibdi. 30 ming deylik, 131 mingga qo'ysak, как раз shu 160 ming pul ishlayapmiz. 2 soatda gryazniy. 160 ming bu gryazniy. Ichida gaz bor, Yandexda komissiyalari ham bor. Hozir soat 7 gacha shuni bitta ustun qilib olaman mashinani. Xudo xolasa. Darshini ishni davom ettiramiz. Taksoparkka ulanamiz. Soat 9 dan keyin Otaxon Go'ga shopirlarni ulashni boshlaymiz. Lokatsiyamiz o'sha Qumaroq zapravkani yonida. 9 dan keyin o'sha yerda bo'laman do'stlar. Shu 11largacha o'sha yerda bo'laman. Qumaroqda. O'sha propan, metan, Shodiyona to'yxonasining yonidagi Qumaroqda bo'laman. Kelarasizlar o'sha yerga. Shopir o'tgani. Tuzatuvni davom ettiramiz, xudo xolasa. Paputi ham bitta urib ko'raylikmi? Hozir mana. Qaytib keldik-chi, Qo'yliqgacha olib ketaveramanda. Qaytib kel. Salom alaykum. Qaytib kel xola. Qo'yliqmi? Ha. Kardingam yon ishib ketdi. Bo'ldi. Qo'yliqqa kelganlar olib ketaveramiz.
Ha, rozi bo'lasiz. Ha, bo'pti, rozi bo'ling. Ha. Yo'lim ustida handada. Voyga biraz penurgan yetadi. Xo'p. Hozir 27:10 yozibdi bolalar bilan. Xullas, aeroportdan zakaz oldim. Aeroportga zakaz tashladim. Keyin aeroportdan zakaz oldim. Mana bu narsani qo'limga kiritdim. Bu nima degani? Daryo Trans ushadi. Inspektor xodimlari litsenziyam bor. Lekin menda shaxmatim yo'q. Tom tepasida shashka haydovchilik o'sha fanar yo'q. Shunaqa deyishdi. A83 yo'q menda. A83 bu knishka ekan. Tibbiyot knishkasi kerak ekan. Biz chunki odam toshiymiz ekan 1 yilda bir marta. Bu muntazam ravishda Otaxon Go gruppalarida tarqaladi. Muntazam ravishda Otaxon Go xodimlari ogohlantiradi doim. Qilib Meni aybim shu gruppani eshitmaganim bo'ldi. Hozir birinchi ochirib. Qayta red ketyapti, hammasini aytib turishadi. Meni aybim shu gruppani eshitmaganim bo'ldi. Tilxat yozdirib olishibdi kerak. Menimcha 30 kun muddat A83 haqida tibbiy ko'rikdan o'tganlik ma'lumotnomasi hamda taqiy fanari o'rnatishlik kerakligi haqida ogohlantirildim. Qonunda belgilangan organ mansab shaxs YJmi shunaqa ekan tomonidan menga nisbatan to'plangan ma'muriy huquqbuzarlik ish hujjatlari tuman sudida ko'rib chiqilishida va javobgarlik masalasi hal etishligi jarayonida sudga bormagan taqdirimda MJTKning 309-moddasiga asosan tuman sudi tomonidan chora ko'rilishi haqida ogohlantirildim. 30 kun ichida qilmasam eganda endi uni. Ya'ni huquqbuzarlik menga nisbatan rasmiylashtirilgan ma'muriy huquqbuzarlik O'zbekiston Respublikasi 176-modda 2-qismida belgilangan tartibda yagona tanish belgilari bilan to'liq jihozlangan taksistlarning haydovchilari tomonidan mazkur belgilardan qasddan foydalanmaslik yoki ular shikastlantirilganligiga qaramay yo'lovchilarni tashish nazarda tutilgan huquqbuzarlik aniqlanganligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining MJTKning 271-moddasi 11-bandiga asosan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlarni yuritishni istisno etuvchi holatlar bartaraf etishim kerakligi to'g'risida, ya'ni huquqbuzarlik aniqlangan paytda e'tiboran 30 kunlik muddatda A083 X shaklidagi tibbiy ko'rikdan o'tganlik ma'lumotnomasi hamda taqiy fanari o'rnatishi kerakligi haqida ogohlantirilgan. Keyin ularni qilgandan keyin manzil Toshkent shahar Gilenka ko'chasi 23-uyga borib mana o'tib oldim deyman ekan. Litsenziyani qildik, endi bularni ham olishimiz kerak ekan. Qonunga bo'ysunamiz. Qonun hamma uchun barobar. Akalar, kim Toshkent shahrida butun respublika bo'yicha bu red ketyapti deyishdi. Men gaplashdim, syomka ham qildim. Zo'r syomka qila olmadim, xijolat bo'ldim. Tashlab qo'yaman. O syomkani ham balki hozir ko'rdilaring, balki bundan keyin ko'rasizlar, bundan keyingi rolikda qo'yaveraman syomkani. Xullas, shu narsalarni ham olishimiz kerak ekanda. A83 tibbiy knishka, tibbiyot knishkasi plus taksi shaxmat qo'yib yurishimiz kerak ekan. Shunaqa taksi fanar belgisini ko'rishyapti, tekshirishyapti. Transport nazorat inspeksiya xodimlari tomonidan huquqbuzarlik aniqlansa muddat berilyapti. Kamchilik bartaraf qilish uchun hurmatli haydovchilar, kamchiliklaringizni bartaraf qo'ying deb sekin o'zingiz gapiring. Bo'ldi aka. Havaslanmayman. Hozir nima qilib beraman? 15 kun muhlat berdingiz menga. Qarang, o'zi muddat beriladi qonuniy. Tilxatda ham yozib qo'yilgan Ma'muriy javobgarlik kodeksining 271-modda 11-bandi bor. O'sha 271-11-bandiga har xil turdagi misol uchun huquqbuzarlikka kirinadi. Ya'ni misol uchun sizga muddat berilganidan keyin siz huquqbuzarlikni bartaraf qilsangiz, shu belgilangan muddat ichida sizga Ma'muriy javobgarlik kodeksi 271-modda 11-bandi qo'llaniladi. Ya'ni siz belgilangan muddat ichida huquqbuzarlikni bartaraf qilgan bo'lsangiz, sizga nisbatan
ma'muriy sud tomon organlarida ogohlantirish qilib beriladi. Ya'ni huquqbuzarlik bartaraf qilganingiz uchun. Hozir menda shashka yo'q, o'sha asosan to'g'ri yo'qligi uchun. Taksi panel belgisi, ya'ni plafonni qo'yib oling. Plafonni qo'yib olganingizdan keyin 080 bitta tibbiy ma'lumotnoma. 083. Da. Shuni qilsam bo'ldi. Ya'ni faoliyatingiz o'zi qonuniy bu, qonuniy. To'liq bo'ladi. Chunki yo'lovchi tashiysiz aka. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. Yo'lovchi tashiyotgan paytingiz. Telefon nomerim 70 028 026 2804. Bo'ldi, tugadi. Qolganlik. Soatimiz 2 bo'ldi mana. 2dan bitta o'tkingacha ishladik. 404 ming bo'ldi. 404 ming. 16 ta zefka qildik. 16 ta zefka qildik bundan. Gazimiz bor. Probegimiz 100 bo'ldi-da. Voy, o'tib ketib qoldim. Probegimiz 100 bo'ldi. Endi hozir uyga kirib obed qilamiz. Obedga ham qolib ketdik. Uyga kirib obed qilib, keyin yana ozgina ishlab kechki paytga obeddan keyingi pikta olib 7-8 gacha endi bilmayman. Ishlaganimgacha ishlab, men sizlarga keyin shu hisob kitobini qilib beraman. Hech bir ishlasangiz bo'ladi. Endi bu qani ishlashim, ammo odamning o'ziga bog'liq. Misol, mashinasiga ham bog'liq. Hozir mana tariflarni yoqdim padelamda. Start, komfort hammasini yoqdim tariflarni. Xo'p, xudo xolasa ishlasalaring bo'laveradi. Shu bir ikkita приключениyalar bo'ldi. Biz taslim bo'lmaymiz. Biz ishlayveramiz deydi-yu. Hammasi yaxshi. Xudo xolasa yana erta 15 ta 20 ta qilolmasak kerak-ku, 10 ta 15 ta 10 ta yana qilarmiz. Xudo xolasa chiqib obeddan keyin. Soat 3larda yo 4larda chiqamiz-da. Mana biz ishni tugatdik. Soat 18:43 da tugatdik. 21 ta zefka qildik. Hozir endi shoprulaymiz akalar. Probegimiz 220 kilometr bo'ldi. Ertalab shu turu nechida ham chiqdik? 36 dami chiqdik. Mana 18:43 da tugatdik. Bundan endi 120 ming gazda yirtib tashlaymiz. Shtraflarimiz ham to'lib yotibdi akalar. Shtraflar ham miplarga chiqib ketgan. Shular to'laymiz. Yandex mana xizmat komissiyasi 137 ming, hamkor komissiya 2100 so'm. Otaxongoga ulanamiz. Bugunga shunaqa gaplar, dushanba haftaning birinchi kuniga shunaqa gaplar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Vaqtli chiqqanimizga sal ko'proq ishladik bugun. Yana kam ketigi bo'lsa kommentariyada yozinglar. Yana podrobniyroq yoritib berishga harakat qilaman. Rahmat hammaga. Biz Qumariqdamiz. Mana metan zapravka, propan zapravka yonidamiz. Yandexga shopirlar ulaymiz hozir soat 9:10gacha. Dars ertagina vaqtli chiqamiz ishga xudo xolasa. Hammaga rahmat. Like, podpiskani ayamanglar, kommentariyada yozinglar fikrlaringni akalar. Rahmat hammaga.